Katta yuk mashinalarga qiziqadigan akalarimiz uchun Fatondan Almandi shassi modeli Andijon filialimizga yetib keldi. Ushbu modelimizni asosiy yuragiga keladigan bo'lsak, amerikansk Cummins turbina motor bilan jihozlangan. Bak qismi esa 450 talik, yonida AdBlue qo'yish uchun alohida baklar ham mavjud. Salon qismiga keladigan bo'lsak, shofyor uchun ancha qulay qilib jihozlangan. Sababi bu yerda konditsioner, orqada yotish uchun alohida joylari, bu yerda hujjat qo'yish uchun va mana bu joyda bemalol ovqatlanib ketsangiz ham bo'ladi. Oshxonaga kirolmagan paytingizda bu yerda hujjat solish uchun va qo'shimchasiga bu yerda cruise control, bu yerda ponijennik, bakoylarni ichkaridan turib ligirovka qilasiz. U ham yetmaganidek, bakoylar qish kunida spiral orqali qizdirib, ochib bemalol yo'lda ko'rib harakatlanib ketishga qulay. Yana bir qulaylik tarafi, ushbu avtomobilimizda sidinasi pnevmadan jihozlangan. Bort qismiga keladigan bo'lsak, 620 sm bo'lib, alohida pritsep ulash uchun mana bunday jihozlar ham qo'yib ketilingan. Baloniga keladigan bo'lsak, 295 ga 80 22 razmerda va bez kamir qilib ishlab chiqarilgan. Ushbu shassi holatdagi Almandini narxini bilish uchun yoki qo'shimcha savollaringiz tug'iladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.